Kuradaga Xudo xolasa yangi partiya keldi aka. Hunojillardagi yaxshilari puli arzonlari 6 million 500 dagi narxlar rasprodash ketaveradi aka. Like deb bossin bo'ldi obunachilaringizga. Assalomu alaykum Shovon Chorvani ashaddiy obunachilari, chorvador, do'sti, birodar, aka-ukalar, YouTube ishqibozlari, mana bunday mayda xunojin buqa ishqibozlari. Xudo xolasa aka-ukalar video boshida bittadan like tugmasini bosib, obunani bosib qo'ysalaring, nasib bo'lsa chiroyli bir-biridan go'zal, sifat surati a'lo ko'chat mollarni sizlarga ko'rsatib o'tamiz. Manzilimiz Namangan viloyati To'raqo'rg'on tuman Sariqishloq Toshloq mahallasida Abbosbek ukamizning xonadonlariga kelganmiz. Hozir chiroyli qilib ma'lumotlarni o'zlaridan olib o'tamiz. Haftaning xudo xolasa yakshanba kuni 2-avgust sanasida 2026-yildamiz aka-ukalar. Bu tomonda Abbosbekda o'zlari. Assalomu alaykum. Aka, sizmisiz? Obunachilar, assalomu alaykum. Sizmisizlar? Keldi aka, xudo xolasa 2 ta ovoz qilgan xunoja. Narxi 6.5 dan boshlanadi. Like bossin bo'ldi. Ket. Joningiz sog' bo'lsin. Qaysi tomondan? Nashidan boshlayveramiz. Aka-ukalar mana. O birinchisiga shuni ajin topib qo'yaylik chiqani. Mana. Mash ketaveradi. Mana. Bo'yi 80 aka. Bo'ylari 80. Dastlabkasi vodiy bo'ylab aka. Yemoqchimas. Yemoqchiman aka, bir haftasini olishaveradi. Hashagiydi. Bir haftasini bor aka. Xo'p. Mana aka-ukalar vodiy bo'ylab besplatni u yog'iga kelishilgan holda chiqarib beriladi. Xudo xolasa aka, mana uni. Aka, ortiqchalik qilmaymiz aka. Raz telefon qilsa 7 million so'mga vodiy bo'ylab yetkazdirib beraman aka. 7 million so'mga ketaveradi vodiy bo'ylab aka. Ketaveradi aka. Xudo xolasa aka-ukalar 7 million so'mga vodiy bo'ylab ketaveradi. Yana ozgina savdosini kelishim rasayu madori. Ikkitani o'sishamiz bor. Hop, bu birinchisi. Ha. Mayda ishqibozlariga aka-ukalar. Metr to'g'ri qo'ying. Hop. 80 ziyod aka. 80 ga olishaveradi aka. Xo'p. Sutemdan bular hashakka o'tganmi? Hashakka o'tgan aka. Ha, sutemmaydi. Emmaydi mana. Mana ikkinchisi aka-ukalar sekiroq surasi mollar. Ikkinchisi. Joni kichkina sababiki yosh oyligi 2-3 oylik aka. Ha, shunaqa. Ha. Xo'p. 80 plyusda aka-ukalar. 80 plyusda olishsin, buqacha. Ikkisini aka bir joyga olishsin. 9,5 million 300 dan qo'yib beraman obunachilarimizga aka. 300 dan? Hayirkan bor aka, telefon ulashaveradi. Bizgachi? Aytdim 9,5 dan qo'ymayman, ikkisini bir joyga olishsin 9 million 300 dan ketaveradi aka. 18 million 600 ga. Kami yo'q ekanda telefon qilishmasin, kami bor aka. Kami bor. 100 ming 200 ming tuzukroq bor aka-ukalar. Nasib bo'lsa aloqa chiqaverasizlar keyingilari. Bo'yi 80. Hop, 80. Birinchisi. Jup ha. Uni 80 dan ziyod. 85 ga olishsin. Bu ikkinchisi. Mana. Bu oriq ko'ngli yorug'. Ha, ozgina mehr talab aka. Uni ikkisini telefon qilsa aka 6 million 500 dan qo'yib beraman obunachilarimizga. 6 million 500 dan savdosi bor aka. Barak. Realmi. Xotirjam telefon 6 million 500 dan mana savdosi bor. Xunojin. Aloqaga chiqaverasizlar. Keyingilarni ko'rsatib o'tamiz. Xo'p. Arqon nuqtalari bu. Hop 85 da uring. Shunaqa. 85 ga olishsin. 90 atrofida ekan. Ha, 85 ga yetaversa bu haligisiga tortishimiz bo'yoq aka. Yemoq-ichmog'i ho'l hasha yebda. Ha, o'zi bu aka mana qonni ham aytib turibdi. Nima o'ylanishmasdi. Qolganni shutda ham ekan. Hop. O'zimi bu? Ha, o'zi aka. Qancha ketdi? Aka bu olishsin 8 demayman, 7 million 8 yana hayirkan bor aka. Hayirkan bor. Telefon qilishaveradi aka. Ketdi aka-ukalar. Xudo xolasa keyingisiga mana shvedchamiz ha. Shvedcha aka-ukalar. Hop 85. Bo'ylari 85 mana. Birinchisi. Ha, nechta? 3-4 tami? 5 ta qo'yamiz. Hop. Bu ikkinchisi. Bu ikkinchisi aka-ukalar. Qani? Uchinchisi. Mana shu manda qilib o'tkazib beray. Ha. O to'rtinchisi ozgina arqonga tushmagan. Hop, mana 5-inchisi. 5-inchisi bu. Hurmatli chorvador, do'sti, birodarlar, qaranglar. 5-inchisi eng pastini bo'yi 85. Bu tomoni ko'rib turibsizlar mana 90. 88 ga olishsin. 88 ga ketaveradi. 85 dan 88 gacha 5 tasi bir joyga. 500 ni bir joyga olishsaga, qani? Qo'lni beringchi. Kalla olishga 8 milliondan aka, 500 ni bir joyga olsa 7 million 8 dan yana savdosi bor aka. Baraka. Joningiz sog' bo'lsin.
7 million 800 dan Savdosi bor aka. ketdi. Ketaveradi. Keyingilar aka. Keyingilar. Nechta kelgisiga? Mana ishqibozlariga, oyoqlaridagi oqlariga ahamiyat berasizlar. Ideal holatda bu ham. Hop, 90 yaqin ekan. 85 ga olishsin. 85. Birinchisi. Hop. Uni Ikkinchisi ostiga ahamiyat berib qo'yasizlar. Bu balandroq ekan. ikkinchisi. Hop. Va uchinchisi Bu aka. uchinchisi. Qani? Xohlasa yeb-icharlari zo'r emas. Hammasini yeb ichari zo'r. 3tasi bitta. 3 tani bir joyga olishsin. Somonga bir narsaga tiqilib chiqib. Quruq somon beryapmiz aka. Mana ular Ega xudo xolasa vallaga sog' salomat. U sog'lig'idan o'ylanishmasa. Mana narsan aka. Uchosini bir joyga olsin 9 million so'mdan chiroyli qayergamni qilib beraman 9 aka. million so'mdan chiroyli qilib. Qayergami bor aka. Xudo xolasa aka-ukalar 9 million so'mdan savdosi bor. Keyingisiga mana Keyingisiga bitta shvedchamiz bor. Shved. Qani? Xudo xolasa ostlari oppoq. Chiroyli holatdagisi. Oyoq qo'li bag'a, xudo xolasa aka ko'chat yaxshi moldi. Hop. 90 baland ekan bu. 90 teliska olishsin qani. Hop. O'zimi bilan? Bitta o'zi. Hop. Abbosbek qanaqa narxi? Bu aka telefon olsa 10 million 500 ga chiroyli 10 million savdosini 500 qilib beraman aka. savdosini Yerkami qilib bor berasiz. aka. Bo'ldi gapi. Keyingisiga mana. Keyingisiga Mana kattaroq ideal holatdagi ostlari yaxshi, ko'pisi baquvvat, gavdavash baland, yirikroq variant kerak menga degan aka-ukalarga tavsiya qilib qolamiz. Telefonda qanday ko'rinyapti bilmayman, imkonlaring bo'lsa tepasiga kelib oling. Onlayn savdo qilyapsiz, metrlatib, chiroyli qilib, oilaviy maslahat qilib aloqaga chiqing. Sababiki ko'ngilxonlik hech kimga kerak emas. to'g'ri aka. 1.5 ga olishsin bo'yini. O narsani aka obunachilaringizga 13 million so'mga chiroyli qilib Savdosi bor. Savdosi bor aka. Telefon Barak! qilishaveradi. 13 million so'mga Savdosi savdosi bor bor aka. Katta lekin mol telefonda qanaqa ko'rinyapti? Yo'nog'i cho'yini bitta bo'g'ozimiz ham bor aka. Bo'g'oz Bo'g'oz ham ham bor aka. Obunachilaringizga. ketdik. Qayerda bu? Tashqarida olamiz aka. Xotirib ham qo'yaverasiz videoni. Tashqarida ko'rsatamiz. Shu yerda pauza qilib turamiz. Hozir ishqibozlariga aka-ukalar mana. Yoda oshi hamma yo'g'i joy-joyida. Bo'ylari qanaqa chiqdi buni? Bo'yi 1.18 ga olishaveradi. 18 ga xudo xolasa aka-ukalar olaverasizlar. Nasib bo'lsa ko'rib turibsizlar. Ishqibozlariga tavsiya etamiz. Necha oylik? Aka naq 6 oylikka olishsa, naq 7 oylikka yaqinlashib qolgan. Gumon joyi yo'q. Yo'q, videolarni tashlab beraveraman, o'zi qilingan aka. Sumkasi bor aka-ukalar, o'zi qilingan 6 oylikka. Naq 6 oylikka olishsa aka birinchisiga. Dastlabkasi xudo xolasa aka vodiy bo'ylab yetkazib beraman. U yog'ini kelishilgan holda chiroyli qilib yetkazib beraman aka. Qanaqa? Narxiga obunachilaringizga 19 demay 18 million 500 ga qayerkami bor aka. Savdosi bor. Savdosi bor. Bugunga tugadimi? Bugunga shular aka. Xudo Hurmatli xolasa obunachilar, chorvalar, do'sti birodarlar, ekrandagi nomerlar 24 ga 7 sizlar uchun aloqada. Namangan, To'raqo'rg'on, Saroy. Like'larni bosib qo'yasizlar, umrlaringiz rizqlaringga olganga, sotganga baraka.